Dadasi. Bizlar kuchuk o'ynasimiz kelyapti. Kuchuk nimasini o'ynaysan? O'ynagimiz kelyapti dedimmi? Bo'lmasa bachani ko'zi ko'm-ko'k bo'ladi. Hay topamiz. Hamsa shu desangiz, xotinim homilador. Bosh qarong'i bo'lgan hozir. Kuchuk o'ynagasi kelayotgan ekan. Menda kuchugim yo'q. Yo'q, kuchugingiz yo'qligini bilaman. Agar shu rozi bo'lsangiz, kuchuk rolini o'ynab bersangiz bir 15 minutda. Tushunmadim. Nima deyapsiz siz? Bir kamingni kuchugim bo'lmagani qolandi. Ketdim men. 50 ming so'm beraman. Ana, küçük top geldim xotin. Ana, vo'g'illar, ha, vo'g'illar. Zaman. Bo'l dadasi, ishondik. Armonimiz qolgani yo'q. Gonoraringiz qancha aytamsiz? 50 mingni. 22 ming so'm pul beraman. Qolganini bacham tug'ilganda osh qilaman. Shunda kelasiz, haymi? Rozi bo'ling, vo'g'ilaganingiz. Dadasi, Dots chikkindan loy set yegasim kelyapti. Dots chikkeni nima u? Bilmayman dadasi, Buxoro shaharda ochilibdi. Olib kelasiz. Bilmayman, topasiz. Assalomu alaykum. Dots chikken degan joy shumi? Ha. Low set degan bor ekan. Shundan bering menga. Amaki, biz hali ish faoliyatimizni boshlaganimiz yo'q. 3-oktyabr kuni bizda katta gala konsert bo'ladi hamda Dots chikkeni ochilish marosimi bo'ladi. Konsertdan keyin bemalol kelib Dots chikkeni low setni boshqa mahsulotlardan bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Men so'rab keldim ulardan. Ular 3-oktyabr kuni ochilish marosimi bo'lar ekan. Har xil konsert, shoular bo'lar ekan. Keyin ana bu taxlab ber ekan bizlara. Hozir Onda dadasi 3-oktyabr kuni ochilish marosimiga olib borasiz meni. Bilmayman men. Men senga uykin aytdim bacham. Kallangdagi yungni olib tashladi. Nima kerak? Nima qilasan bu yungni? Radik, men keldim jalla. Bu kim bu? Ha bacha? Kim bu? Jo'ram bu dada. Nima sizlar hammalaringiz qurvaqaga o'xshab o'tirasizlar? O'zim o'rgatantimda bular. Tekshirli doda. Mehmon kelibsiz, ad-dushi rahmat. Endi jo'rayza qo'shilasiz to'zi, yerda ishlaysizlar. Tushundingmi? Tushunmadim. Aytmadingmi? Adingga men dam olishga kelganman, u jalla. Dam olishga kelgansizmi? Ha? Bittasini odam etdim. Endi mehmon sizga ham odam etaman. Uyingizda ish bormi? Bu yer bitta rabotchi kelgan. Pulini men bilan gaplashasiz faqat. Ana shu rabotchi hamsa. Yangi kelgan. 5 oling. Kuniga ishlagan uchun 50 mingdan beraman. 50 ming to'g'ri kelmaydi. 80 ming so'm. Normal ishlaydi bu. Hamsiya, buni men olib ketamdan keyin men o'zim 80 o'tchaman. Emas, meniki ham emas. 65. Menga qarang, hamsiya, mol sotmaysiz-ku, odam bu bor ishlaydi. Bu moldan farqi yo'q buni. Odam etish kerak buni. Hamsiya, barakammi? 60 beraman, hamsiya. 65 dan bir kun ham kam ber. Qattiqlik etmang 5 ming uchun. Boradi. O'rto, lakasani nito tashabsanu jalla. Mana, yana bitta rabotchi keldi. Ha, endi 60 dan beraman. Endi 50 dan beraman. 50 dan bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi. Qanday kelmaydi? Yettita soching kal qildirasan, tushundingmi? Yarashmaydi bunaqa erkak kishi. Привет! Очень вкусный тойпа. Kim bu? Kim bu? Men bilmayman dedi. Kim biladi? Men qayerdan bilasiz? So'rang kimlar? Kitovi devichka. Я не девочка, я Хотин. Kim xotini? Ismati Xotini. Ana, dada Zokirda. Jim o'tir. Ey, qizim, siz ozgina adashayotgan bo'lishingiz mumkin. Qizim, men Ismat aka, qanaqa qizim? Menga 50 yosh, biza baravar. 20 yil oldin Moskva, Sankt-Peterburg, Lyubov eslolmadingizmi? Kim bu dada? Ha? Bizlar o'ylamadingizmi? Xotiningiz bor ekan, bizlardan sir tutib nima qilyapsiz? endi bacham shu payt Moskvaga ishlashga borgandik-da, yoshdik. Endi aqlimiz yetmagandi. Qo'ying, bizlar o'ylamagan bo'lsangiz ham onam o'ylash kerak-da, onam nima deymiz hozir? Endi 1-2 kun yoshirib bir joyda onangga aytma bacham, iltimos. Jiyanim qani mani? Jiyanim aka, adob keldim. Jiyan, qanisa? Ismat, to'y yaqinmi yo? Haytdan kitaka to'y qilamiz.
Voy, Husniddin aka. Men lekin Sankt Peterburgda ishlamaganman bacham. Quyosh chiqdi bacham. Turmushimi? Ada jalla, yana ozgina uxlang. Prichoska buzildi, ada nima qildingiz jalla? Bacham, ertalab barvaqt turgan odam barakatli bo'ladi. Qaymi? Toshkentlik jiyanim kelibdi-yu, qani mani jiyanim? Jiyanimga to'y buzim olib keldim. Jiyan, qanisan? Amaking kel, tur. Choy damlagan bacham. Hozir. Bittalar. O'zimizni daraxtdan o'sgan. Olingan. Bo'l. Mana qarang. Bu Toshkentda o'qishni bitirib kelgan jiyanim qani man? Keldimi? Bacham, choy olib chiqqani? Ana kel. Shu Zokirmi shu? Ha, tonimayapsizmi? Sal soch o'sibdimi deyman, shunga tonimadim-da. Assalomu alaykum. Endi taniding? Ha, endi tonidim. Endi ana o'zimizni bacha ana Zokir aylandi-da. O'tir bacham, o'tir. Ismatsan bachani yomon ko'pir ekaning. Urma bachani unday bacha jilli bo'ladi. Bu endi hozir ana qabristonskiy, ko'chanskiy degan narsaga qiziqaydigan yoshda. Urma, menga yaxshi gapirib tushuntirsa ham bo'ladi. Zokirjon, bacham, bunday ishlar san ota buvang qilmagan. San ham qilma. Otang gapirdi. Amaki, siz vashsheta bizani oilaviy problemaga aralashmang jalla. Tushunasizmi? Nimadir keldimi deyman. Ey vel,